Bu videoda baraka ilovasi orqali baraka kartasiga buyurtma berishni o'rganamiz. Baraka ilovasiga kiring. Asosiy sahifadagi ko'k rangli karta uchun to'lov qilish tugmasini bosing. To'lov vositasini tanlang. Masalan, Paynet ilovasi orqali to'lang. Paynet ustiga bosganingizda ariza raqamingiz avtomatik nusxalanadi. Keyin tizim sizni avtomatik Paynet ilovasiga yo'naltiradi. To'lov ma'lumotlari tugmasidan to'lov tafsilotlarini bilib olishingiz mumkin. To'lash tugmasini bosing. SMS tasdiqlash kodini kiriting. Ekranda to'lov amalga oshdi yozuvi chiqadi. Keyin baraka ilovasiga qayta kiring. Asosiy ekranda Visa kartangiz chiqarilmoqda. Tayyor bo'lganda xabar beriladi yozuvi ko'rinadi. Tabriklaymiz, siz baraka ijtimoiy kartasidan buyurtma qilishni o'rganib oldingiz.